Rahmat. Ana endi davom ettiramiz chiroyli niyatda. Thank you very much for your dance. Вообще gap so'z bo'lishi mumkin emas. Bo'ldi, mana shu yerda o'tirgan великолепный troykani hozir bittasini chaqiramiz. Xudo xolasa. Menimcha men so'z navbatini Tohir akadan boshlayman. Tohir akamiz bu xonadonga begona inson emas. Mana shu biz o'tirgan dargohni ham o'zlari chizib, planlarni qilib, xudo xolasa Rustam akam bilan birgalikda, xudo xolasa yonlarida ham kasb, ham yondosh bo'lib turib, xudo xolasa xizmat qilgan aziz insonsiz Tohir aka. Umringiz uzoq bo'lsin. Aziz mehmonlar, diqqat e'tiboringlarni qaratib turasizlar, xudo xolasa. Men hozirgi navbatni bermoqchi bo'lgan insonimizni biz o'tirgan joyimiz juda ham go'zal, shinam, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Mana shu joylarni to'g'risini aytaman, odamga juda ham katta aql kerak. Bunaqa joylarni chizib, chiroyli qilib yaratishda o'ziga xos mehnatingiz singdi, xudo xolasa. Va o'ylaymanki, xudo xolasa bundan keyin ham kelajagimizda xudo xolasa yana ham zo'r loyihalarni albatta chizib bitirasiz. Undan tashqari faqatgina rassomchilik va dizaynerlik emas, balki o'z o'rnida san'atga ham qo'l qo'yganlar, qo'l urganlar, albatta yo'nalish bo'lganda ham oddiy yo'nalish emas, rock yo'nalishida kuyliklar juda ham bu yo'nalish hammani ham nima desa bo'ladi, qo'lidan kelavermaydi, hammani ham asabi ko'tarmaydi. Qo'pol qilayotgan bo'lsak to'g'rimi? Tohir aka, umringiz uzoq bo'lsin. Qarsiginglarni ayamanglar. Marhamat Tohir aka. Assalomu alaykum. Mana shu Rustam akamni Matluba kenayimda xonadonlariga, Rustam akamni shukrona kunlarida yig'ilgan do'stlari, hammalaringizga xush kelibsizlar. Hammalaringizga qadamlaringizga hasanot. Rustam aka, akajon, sizni bugungi tavallud ayyomingiz bilan do'stlaringiz nomidan, oilam nomidan, shaxsan o'zim nomidan chin qalbimdan tabriklayman aka. Men oilam bilan mana shunday oila bo'lib nima deydi, do'st bo'lganimizdan, oilaviy do'st bo'lganimizdan juda ham Allohga cheksiz minnatdorchiliklar, cheksiz shukrlar bildiraman. Men shu o'tgan yili mana shu joyda hali quruq yer edi, hali imoratlar solinmagan edi. Rustam aka bilan birgalikda bu yerda nima qanaqa qilsak bo'ladiki, men har bitta qadam, har bitta kvadraturasigacha birga o'tirib Rustam aka bilan ishlab chiqdikki, mana bugun nasib etyaptilarki, bir yildan keyin mana shu joyda yori do'stlarini mehmonga chaqirib, dasturxon yozib eli yurtga mana shu yaxshi xursandchilik kuningizda mana shu yerda nishonlayotganingiz bilan aka, chin dildan bu ham bitta muvaffaqiyat. Buni ham Alloh barakali qilsin, bardavom qilsin. Men o'ylagandan ham chiroyli bino bo'libdi. Nima deydi, o'sha xalqimizga, eli yurtga xizmat qiladigan, o'sha chin ma'nodagi o'sha havas, maktabning nomi ham Alloh nasib etsa havas bo'ladi. Mana shu hammani havasi keladigan darajadagi mana shunaqa yurtimizga nafi tegadigan maktab bo'lishini Allohdan so'rab qolaman Rustam aka. Rustam akamni umrlari uzoq bo'lsin, yuzlardan oshib yursin deganlar Rustam akamga bitta qarsak chalasizlar. Kenayim bilan baxtli bo'lib, mana shu farzandlarining baxtlarini ko'rib yurishsin. Hozir Rustam akamni Matluba kenayimga tabrik uchun o'zimni avtorlik ijodimdan ikki dona ashula aytib beraman. Birinchisining nomi Samarqand, New York deb aytiladi. Bu mana ona yurtim Samarqandga bag'ishlanadi. New York, bu qo'shiqni tarixi nimasligiga tushuntirib beraman. To'g'ri savol bo'ldi Ma'murjon. Bu yerda hozir mana bizning xalqimiz, bizning o'zbek xalqi hozir bizlar xohlaymizmi yo'qmi, endi Allohning irodasida zamon. Bizani ko'p yurtdoshlarimiz yurtimizdan chetlarda yurishadi. Endi bu bir muhabbat tarixi. Bir bola New Yorkda yashaydi, boyaga aytganingizdek. Uni sevgan qizi Samarqandda. Ikkalasini o'rtasidagi bir-birini sog'inchini bitta qo'shiq qilishga ahd qilgandik. Ustozimiz Bobur Bobomurod so'zi bilan birgalikda yozdik. O'sha bola New Yorkda yurib aytayaptiki, "Men qaniydi, menga New Yorking ham kerak emas.
Menga hozir qaniydi bir lahzada hamma narsadan kechardim, Samarqandda seni yoningda bo'lib qolsaydim degan qo'shiq qilishga harakat qilganmiz. O'shani hozir eshitib baho berasizlar. Ma'murjon, men o'ylaymanki siz savolingizga javob bera oldim. Men ko'rdim. Qarochi u bola Nyu-Yorkda yurib, onasini ko'rib yurgan ekanda. Ana endi bu yerdagi o'tirgan mehmonlarimiz ham sizning kimligingizni yaxshilab chiroyli tarzda ingliz tilida orasiga hindcha qo'shib, ana opamiz tushuntirib beradilar hozir. Siz chidab turasizmi? Ketib qolmang. Dear girls, Rustamek is requesting from me to translate a little about this. I had already translated that person. It is a very popular person, and he last year at the same time, actually he is an architect. Last year at this time, they with Rustamek dreamed to construct such as a big building, and they dreamed tomorrow, next year at this time, of course, we will celebrate all the construction, finishing the construction, and this person is not only architect, but also artist, painter, and also he's a singing songs also. Awesome. And New York Summer Camp. Rock, huh? Rock Chusulda. New York Summer Camp. Let's go. I
Keyingi qo'shig'imiz Matluba Kenayimga bag'ishlanadi. Rustam akam bilan baxtli bo'lib yursinlar. Go'zal dindam olanadi. Güzel güzel emas suygan güzeldir sevgisi yurakdan tuygan güzeldir muhabbat bog'ida yonib yondirib rashk ufronida kuygan güzeldir yoriga diliston qilolmayinlar armon tog'larini uygan güzeldir bir imkon axtarib ezgu ishq uchun inom ixtiyordan to'ygan go'zaldir men sevgan yo'q hammadan go'zal oydin yuzi oylardan go'zal yuraklarda yongan hislar go'zal o'tli ihtirosli ko'zlar go'zal men sevgan yo'q hammadan go'zal oydin yuzi oylardan go'zal yuraklarda yongan hislar go'zal o'tli ihtirosli ko'zlar go'zal hey! Yoriga diliston qilolmayinlar armon tog'larini uygan go'zaldir bir imkon axtarib ezgu ishq uchun inom ixtiyordan to'ygan go'zaldir men sevgan yo'q hammadan go'zal oydin yuzi oylardan go'zal yuraklarda yongan hislar go'zal o'tli ihtirosli ko'zlar go'zal men sevgan yo'q hammadan go'zal oydin yuzi oylardan go'zal yuraklarda yongan hislar go'zal o'tli ihtirosli ko'zlar go'zal hey! Men sevgan yo'q hammadan go'zal oydin yuzi oylardan go'zal yuraklarda yongan hislar go'zal o'tli ihtirosli ko'zlar go'zal men sevgan yo'q hammadan go'zal oydin yuzi oylardan go'zal yuraklarda yongan hislar go'zal o'tli ihtirosli ko'zlar go'zal hey! Rahmat ey. Qoyil. Haqiqiy mana ijodkor. Rustam aka, Kenayim bilan baxtli bo'linglar. Hech qachon yo'llaringizda mana shunday do'stlaringiz tark etmasin. Rahmat. Allohdan chin dildan so'rab qolaman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Salomat bo'linglar. Rahmat. Qarsakiylar, bravo. Qarsakiylar. Gap so'z yo'q. Gap so'z. Biza shuncha san'atimizni ko'rsatsak, bitta hindistonlik kelib quchoqlamagan, sizni quchoqlab ketdi. Aynan ketdi. Chet elliklar ham qoyil qolyapti. Ha, shuda arziydi-da, aka. Gap so'z yo'q, maza qildik. Hazildan tashqari ijodingizga ko'z tegmasin, aka. Sog' bo'ling, umringiz uzoq bo'lsin. Xudo xolasa mana shunaqa chiroyli go'zal san'atlarni ko'paytiraversinlar. Ilohim charchamasin. Sal anaqa bo'lish uchun bir ugaday melodiya o'tkazib yuborsak-da. Qilsak bo'ladimi? Ha, o'shanaqa qilaylik. Anaqa sal. Yaxshi.